Oyoq nima uchun uyushadi? Ko'pchilik oyog'i uyushib qolgandan keyin nimaga, sababi qanaqaligini bilishmaydi va har xil o'zi taxminlar qilib ko'radi. Oyog'ini vanna qilib ko'radi, oyog'iga urib ko'radi, tepib ko'radi, karon qo'yib ko'radi, televizorda ko'rayotgan yoki telefonda ko'rayotgan har xil maslahatlar qilib ko'radi. Oyoq bo'lsa hali ham uyushib yotibdi. Oyog'ingizni uyush sabablari nima? Buni aniq simptomlarini bilib olib, qaysi kasallikni davolatishi o'zingiz bilishingiz uchun bu videoni ko'rishingiz muhim hisoblanadi. Bir nechta sabablarni aytib o'taman. Agar aytib o'tganimdek sabablar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, o'z mutaxassisiga borib davolatishingizni tavsiya beraman. Grijadan oyoq uyush holatlari ham ko'p holatda kuzatiladi. Biz grijaga bog'langan joyini ko'proq tushuntirib berishga harakat qilamiz. Video oxirigacha kuzating. Grijangiz bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilib davolanishga keling. Biz boshladik. Oyoq uyush sabablari bir nechta bo'lib, bu eng ko'p uchraydigan holat grijadan uyushadi. Yoki ikkinchi bo'lib, qon quyuqligidan uyushadi. Ya'ni ko'p holatlarda qandli diabeti bor insonlarda ham oyoq uyushishi ko'p kuzatiladi. Chunki ularda qon quyuqlashib ketadi, qon aylanish sirkulyatsiyasi buziladi va qon quyulgandan keyin oyoqlarda uyushish yuzaga keladi. Yoki boshqa organlarda uyushish ham ko'p holatlarda qandli diabetga ham bo'lishi mumkin va kun sovuqda ham oyoq uyushishi ko'payadi. Ayniqsa kun sovuganda qon tomiri torayib ketishi kuzatiladi. Oyoqlardagi varikoz kasalliklari kun sovuqda qo'zg'aydi. Ana o'sha paytlarda ham oyoq uyushi yuzaga keladi. Agar sizda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, videoni ko'ring, simptomlaridan ajratish ozgina o'rgatib o'taman. Birinchi bo'lib, o'zimiz sohadan kelib chiqqan holatda grijada oyoq uyushishini aytib o'taman. Grijada bitta oyog'ingiz ko'pincha tizidan pastda uyushib qolib, xuddi o'zingizning oyog'ingizga o'xshamagan holatda oyoq uyushishi faqat bitta oyoqda kuzatilib, tok urgan holatlar, bitta boksingizdan dumbadan pastga qarab tok urgandek holatlar, og'riq holatlari va uyushish qo'shimcha birgalikda keladi. Chunki nervimiz qisilganidan keyin nervimizda doimiy og'riqlar kuzatiladi va biz og'riqlarni tuzatmaganimiz natijasida, belimizda grijani yo'qotmaganimiz natijasida oyog'imizga qon maksimal darajada yuborilmaydi. Oyoqqa qon bormay qolganligi uchun oyog'imiz qonsizlanib, bitta gulga suv quyib, bittasiga quymasak quriydimi? Oyog'imiz ham bittasiga qon bormasa, sekin qurishi, ya'ni uyushishni boshlaydi. Ko'p vaqt uyushib turadigan bo'lsa, oyog'imizda qonsizlik natijasida, oziq moddalar yetib bormasligi natijasida kichrayish yuzaga keladi. Ana xuddi shu kichrayishni uyushishni oldini olish uchun biz dori kolsiz grijani rastiyashga cho'zish usullari bilan, mashqlar bilan davolaymiz. Xuddi shunaqa kelib, hech qanaqa dori kolsiz grijangizni davolating, oyoqqa o'tgan qonni o'tkazishni, ya'ni tezlatishni, qonni o'tkazib uyushni yo'qotishni o'zimiz o'rgatamiz. Uy sharoitida shunaqa bilan tuzalib ketasiz. Kelib davolaning, mashqlarni olib keting. Endi ikkinchisi, boya aytganimdek, qon quyuqligi. Endi buni so'z gapirib beraman. Grijadan tashqari oyog'imizda qon aylanishining pasayishi. Bunga sabab ko'p holatlarda varikozimiz sabab bo'lishi mumkin, qon quyuqligi sabab bo'lishi mumkin, tomir torayishi sabab bo'lishi mumkin. Bunda kuzatiladigan simptomlar bo'lsa, ikkala oyog'ingizda ko'p kuzatiladi va bu paytda oyoqqa muzlashi, sovib qoladi ko'pchilik. Ikkala oyog'i, bittasi sovisa, muzlasa bu grija bo'lsa, ikkala oyog'imiz sovib qolishi bu qon aylanishining buzilishiga kiradi va ko'p holatlarda qon quyuqligidan charchashi yuzaga keladi. Qonlar ikkala oyoqqa quyuq bo'lganligi uchun yaxshi yetib bora olmasdan ikkala oyog'imizda charchash va holsizlik yuzaga keladi. Agar sizda ikkala oyog'ingizda shunday kuzatilsa, qoningizni tekshirtirib ko'rishingiz kerak. Bunda quyuqlashish holatlari kuzatilishi mumkin yoki varikozel kasalligini tuzatishingiz kerak bo'ladi. Nerv tomirlarida faoliyatni yaxshilaydigan vitaminlar yetmasligi, ya'ni vitamin B1, B6, B12 vitaminlari yetishmasligi natijasida tomirlar, nerv tolalari yaxshi ishlamasligi ham oyoq uyushishiga olib kelishi mumkin. Bu tanamizning boshqa joylarida ham uyushish bilan birga kuzatiladi va noqulay kiyimlarni ham aytib o'tishimiz mumkin. Siqib turuvchi kiyimlar har doim yoki bir xil joyda o'tirish, oyog'imizni uyushtirib, chalkashtirib o'tirish, bular tez o'tib ketuvchi uyushishga ham olib keladi. Bularda oyog'ingizni to'g'ri qilganingizda yo siqib turuvchi kiyimlaringizni yechganingizda yoki boyaga yetishmayotgan vitaminlarni berganingizda tanamizda qon aylanishi juda ham zo'r bo'ladi, oyoq uyushi o'tib ketadi. Men sizlarga umumiy oyoq uyushlarini aytib berdim. Farqlarni o'z tushunib oldingiz. Endi agar sizga grijadan bitta oyog'ingiz bo'ksadan pastga tortib og'risa, to'kirib yorganda yo pastlari bijirlasa, ha bijirlaydi, ha og'riydi, ha meniki grijadan ekan deb kommentariyada yozib qoldiring. Like bosing, shu grijangizni davolatish uchun pastdagi nomerga murojaat qilib keling. Dori kolsiz o'zimiz davolaymiz.
keyingi mavzu qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.